Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi O'zbekiston fuqarolariga dam olish kunlari qaysi viloyatlarda kuchli qor va sovuq bo'lishini ma'lum qildi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 20 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, dam olish kunlari aksariyat hududlarda qor yog'adi. O'zgidromet joriy yilning 16-yanvardan 18-yanvar kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, 16-yanvar kuni kunduzi va ertalab shanba kuniga o'tar kechasi O'zbekiston hududining katta qismida yomg'ir yog'adi, asta-sekin qorga aylanadi va Farg'ona vodiysi viloyatlarida yomg'ir kechga tomon boshlanadi. 17-yanvar kuni kunduzi respublika bo'ylab beqaror ob-havo saqlanib turadi. Ba'zi joylarda asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kuzatiladi, ammo uning jadalligi nisbatan kamayadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ushbu kunlarda asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Joriy yilning 18-yanvar yakshanba kuni respublika hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat kechasi va ertalab Navoiy, Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida va Farg'ona vodiysi viloyatlarining ba'zi joylarida biroz qor yog'adi. 17-18-yanvar kunlari respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan qor yog'adi. Qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Poytaxtimiz Toshkentda havo harorati 6-8 daraja iliq bo'ladi. Shanba kuni kechasi va ertalab yog'ingarchilik, yomg'ir, qor kutilmoqda. Yakshanba kuni kechasi va ertalab biroz qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 1 daraja sovuq, kunduzi 3-5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.